Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Telegramda avtomatik mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda yangi ochilgan Telegram bot. Bu botning nomi Mine+X deb nomlanadi. Demak, botga kirib start tugmasini bossak, xuddi shunaqa SMS jo'natadi. Bu yerdan открыть предложение bo'limi orqali biz mini appga start berishimiz mumkin. Demak, bu bot orqali biz absolutni hech nima qilmasdan pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, botning interfeysi bitta va hozir polni ma'lumot berib o'taman. Demak, bu botdan biz mining qilib pul ishlab borishimiz mumkin. Hech balo qilmasak ham xuddi shu tariqa bot bizga avtomatik mining qilib berib turadi. Demak, pastroqqa tushsak har xil bo'limlar bor. 25% vden deb qo'ygan, ya'ni biz 25% gacha o'zimizni pribilimizni oshirib borishimiz mumkin. Misol uchun saytga 100 rubl sarmoya kiritsak kunlik 10% daromad olamiz, agar 1000 rubl kiritsak 12%. Xuddi shunaqa qancha kattaroq summa kiritsanglar, sizlar shuncha kattaroq protsent olishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek, работа time 2 dня deb qo'ygan, ya'ni bu botga start berilganiga 2 kun bo'ldi. Xuddi shu tariqa bu yerdan o'zinglar sarmoya kiritishinglar mumkin. Buni sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. Orqaga qaytamiz, главный bo'limiga вывести bo'limi orqali biz balansdagi pullarni yetsak bo'ladi. Payer, ton va USDT ga pullarni yetishimiz mumkin. Minimalkasi Payerga 1 rubl, tonga 50, USDT ga ham 50. Bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin. Hammasiga pullar momentanli kelib tushar, ya'ni 1 soniyaning ichida bizga pullarni to'lab beradi. Misol uchun Payer ustiga bir marta bosamiz, pul yetishi qanaqa bo'ladi? Birinchi qatorga Payer hamyon, ikkinchi qatorga summani yozamiz. Base komissiya pullarni to'lab berar ekan, minimalni 1 rubldan boshlab. Summani yozib, VVC tugmasini bossak bo'ldi. Momentanli bizani Payer hamyonimizga 1 soniyaning ichida pullarni to'lab beradi. Referali bo'limi orqali bu botga do'stimizni chaqirib yana pul daromad olsak bo'ladi. Profil bo'limi orqali o'zimizni profilimiz haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Demak, pastda yana ikkita bo'limi qovotdi. Bu dengi zadaniya deb qo'ygan, ya'ni zadaniyalar bajarib yana qo'shimcha sarmoyasiz pul ishlab borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ruscha yozib qo'ygan. Birinchi bo'limi ежедневный bonus, ya'ni получить tugmasini bosib biz 28 kopeyka bonus oldik. Pastda ko'rib borishinglar mumkin. Ya'ni вступить в чат 50 rubl deb qo'ygan, ya'ni 50 kopeyka deb qo'ygan. Просто biz chatga obuna bo'lib qo'yib, yana yarim rubl bonus olishimiz mumkin. Bu yerda yana ko'rib turganingizdek, ежедневный поощрение deb qo'ygan. Biz reklamalar ko'rib yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bot absolutni oson, yangi kirganlar ham osongina tushunib olishi mumkin. Statistika bo'limidan bu botda statistikasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Kim qancha pul kirityapti, kim qancha pul yechyapti, shular haqida bemalol bu yerdan ma'lumot olib borishinglar mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, bot ochilganiga 2 kun bo'ldi. Hozir sizlarga sarmoya kiritib ham ko'rsatib beraman. Ускорить tugmasini ustiga bir marta bosamiz, kelinglar biz bu botga 150 rubl sarmoya kiritamiz va kuniga avtomatik 15 rubldan ishlab borishimiz mumkin. Оплатить tugmasini bosamiz, bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Payer ustiga bossak, bizani Payer hamyonga avtomatik tarzda o'tkazib yuboradi. Hozir biz tez-tez Payerdan sarmoya kiritib videoni davom ettiramiz. Mana biz botga sarmoya kiritganimizdan keyin xuddi shunaqa сообщение keladi. Bizning kunlik skursimiz 15 rublga ko'tarildi. Endi bu yerda yana запустить tugmasini bosib mini appga start berib olamiz va bu yerda ko'rishinglar mumkin. Dohod 15 rubl 40 kopeyka vden deb qo'ygan. Endi biz bu saytdan hech balo qilmasak ham kuniga 15 rubldan ishlab chiqarib olsak bo'ladi. Boya ko'rsatib o'tganimdek minimalniy pul chiqarish 1 rubl. Men bu saytdan pul yechib bugunning o'zida skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalga ham o'tib bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Keyin bu yerda ko'rib turganingizdek sabrat dengi tugmasi turibdi. Shu tugmani bosib biz pullarimizni balansimizga o'tkazishimiz kerak, ya'ni pul yechadigan balansga o'tkazishimiz kerak. Pastida VVC tagida 50 kopeyka turibdi. Keyin xuddi shunaqa o'tkazganimizdan keyin VVC bo'limiga o'tib biz bemalol minimalniy 1 rubldan boshlab Payerga pul yetsak bo'ladi. Pastda mana u proyekti fakt pravila kontakt bo'limlari orqali yana podдержкасы bilan bog'lanishinglar mumkin. Bu yerda mana botni tilini o'zgartirsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bot absolutni oson, ishlayotganiga 2 kun bo'ldi. Lekin riskka ham amal qilinglar, riskka ham hisobga olib kirib pul ishlashinglarni tavsiya etaman. Bu botning silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol o'tib bu botning original silkasini olib, sizlar ham riskka amal qilgan holda kirib bemalol pul ishlashinglar mumkin. Keyin sizlarga shunaqa loyiha va proyektlar, ishonchli pullarni 100% to'lab beradigan proyektlar qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bular haqida tez-tez va ko'p video obzor qilib chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizlarni qo'llab-quvvatlayverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.